Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yana Bibob yoki Bobur Abdumurodov. Sizlar bilan yana klipga bo'lgan reaksiyamizni boshlaymiz. Bugungi klipimiz yanada boshqacha bo'ladi degan umiddaman. Hali o'zim ko'rganim yo'q. O'zi ko'rmasdan turib reaksiya bildiriladi, to'g'rimi? Xo'p. Sizlar bilan biz hozir Vachacha degan qo'shiqqa reaksiya bildiramiz. Ya'ni klipiga reaksiya. Hop. O'tgan safargidek yana oldindan aytib o'tamiz. O'zimizning subyektiv fikrlarimiz, hech kimni shaxsiyatiga tegish niyatimiz yo'q. Qani bo'lmasa ketdik. O'rtoqlar, yengil ashula qildim. Короче, bitta eshitib ko'ramiz. Bomba. Давай. Dünya o'zi o'yin bir kim Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Alo dunyo. ya balki qiyindir. Yashash kerak shodlanib. Qolgani bir tiyindir. Yashash kerak, qolgani bir tiyin. Bu Inamarkada o'tirib olib yashash kerak. To'g'risi gapirma, zerikdim boy bo'lishdan. Haqiqatdan boy bo'lishdan zerikib qolgan odam. Kambag'al bo'lgim kelyapti. Bizda ham Inamarka bo'lsa, mana shunaqa qo'shiqlar yozib berardik. Ezilib ketyapti odam. Sho'x ashulangiz ham boshqa ashulangiz ham. Ketdi. Pandali disk. Sho'x ashulangiz ham boshqa ashulangiz ham. Panda. Legenda disk mana shu hisoblanadi. Ketdi. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydiya, yasha vachacha. Vachacha, 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 vaya vaya vachacha. A person who thinks all the time. Vachacha, 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 vaya vaya vachacha. Akani mashinasi shunchaki Mercedes ekan. Bu yog'iga hayot komediya bo'laveradi. Hozir bular qayerda hozir? Hozir o'yinni shablonimi? Ketdi mayli. Shoh bo'lsam sangane. Shoh bo'lsangiz hozir shaxmatdagi shoh aytayaptimi yo shunchaki shohmi? Bo'lsam sangane. Shaq yo Jamshid. Shaq yo Jamshid. Shaq yo Jamshid. Boshida mana bunaqa deyishdi. O'sha tashlab. Shoh bo'lsam sangane, mot bo'lsam sangane. Shaq Jamshid deyapti. Bu qaysi til bu? Qaysi til? Men tushunmayman. Men hozir bu yerda nima bo'lyapti? Qanaqa situatsiya ketyapti? Unisiga klipni yarmi o'tib ketibdi. Bir kami bir ortiq, oshig'iman oshiq. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydiya, yasha vachacha. Vachacha, 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 vaya vaya vachacha, vachacha. Mana velosipetimni minib, yuvib turib mana shuna qo'shiq aytsam. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya, drama. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya. Qisqa klip ekan, qo'ldan kelgancha reaksiya bildirish.
Wachacha, 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 vay vaya, wachacha. Akalar shunchaki Mercedesda KFC yeb klip olishdi. Qoyil lekin. Qoyil. Men o'zi Wachacha qo'shig'ini ko'p uzun 4 minutli, 5 minutli deb o'ylagandim. Qarasam nechi? 2,5 minutga ham bormas ekan. Xo'sh. O'zi ikkita variantim bor edi. Chamadan, Wachacha. Qaysi birini ko'rsam ekan dedim. Wachacha sal qiziqarli Ahlelas. Wachacha sal qiziqarliroq tuyuldi. O'shaning uchun men Wachachani ko'rsam, akalar faqat Mercedes yurib, KFC yeb, hayot bu komediya dedi. Hammaga yaxshi kayfiyat. Men qo'ldan kelgancha reaksiya bildirishga harakat qildim. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan Bobur donat qilish uchun kartalar qoldiraman. Sog' bo'linglar.